Bo'lar ish bo'ldi. Tabiati judayam go'zal ekan. Mana hozir palatka tayyorlash jarayonida. Hayot qaynayapti zamonda. Bomba. Menga shu narsa nega kerak edi dedim. Assalomu alaykum hammaga. Sud sela bolalar bilan davay qilib marafonga yozilib qo'yamiz. Xudo xolisa 13-14-iyun kunlari Zamin Ultra bo'lib o'tar ekan. Shunga qatnashishga yozildik. Endi bu bizning birinchi marafon. Qanaqa bo'lishini bilmaymiz. Bahonada shu 2 kun Zominni tabiatlarini ko'rib, tomosha qilib, tabiatlardan bahra olib, bahonada birinchi marta marafon degan narsani yengillik qilib ko'rib qatnashib kelamiz. Bu narsani men mana shu video davomida, vlog davomida yoritib borishga harakat qilaman. Xudo xolisa mana yo'lga chiqamiz. Toychoq. Bagajga polni yukladik. Korzinkadan. Endi yo'lga chiqamiz. Mana hozir go'zal manzarani ko'rib to'xtadik. Tomosha qilishyapti. Mashaalloh. Hamma joylarga keldik. Hali yetib bormadik. Lekin muammo shundaki, avto yordam kerak bo'lib qoldi. Mashina sal buzilib qoldi ozgina. Xudo xolisa keyin yo'lga tushamiz. Ahmad Xo'janov vlogiga xush kelibsizlar. Mana hozir palatka tayyorlash jarayoni ketmoqda. Lekin deyarli qurib bo'ldik. Ha, mana. Ham quruvda ishlaydigan, bittaga sotib turadigan bola bo'ladi. Ko'ringlar mana. Vibe ko'rsataman sizlarga, osmonni ko'ringlar mana. Mana Zomin shaharchasida. Endi bu mashinalar qanaqa tushgan bilmaymiz. Lekin polni yonamda palatkalar. Biz mana hamga joylashdik, xudo xolisa. Palatkalarni qurib oldik. Atmosfera просто bomba. Hayot qaynayapti Zominni. Hamma yoqda hayot ham qaynayapti. Men orqamda futbolkalar berishyapti, kofe, mofe. Yo'da, naroda diskoteka. Hamda shaharcha qolishgan, bitta garodok qolishgan palatkalardan. Hamda har xil medallarni taxlab qo'yishdi. Kolleksiya. Ujinga tayyorgarlik mana. Big Bull'dan olganmiz ujinga. Yengil ujin qilish uchun hozir bunaqa garelkada qaynatib olamiz. Yoniga bitta karakter. Xudo xolisa mana suv qaynatyapmiz. Mana garelkalarda qaynasa hozir ovqatlanamiz. Fikrlar birinchi kundan. Bomba. Birinchi kundan. Juda chiroyli. Virtual olamda haqiqiy hayot sari degan kino uchun Atmosfera reklamasi ketib qoldi mayli. Mana birinchi kun zo'r o'tdi. bitta nafas o'tirganda tabiat qo'ynida Shunaqa. maza qilish kerak. Big Boy ish kerak. Lekin hozirdan suvib o'tdi, mana buni sim osib. Sim osib. Haltdan hali yomon suvib o'tdi. Mana buni sim olsak, yaxshi qilsa kerak xudo xolisa. Nima deylar? Inshaalloh. Yaxshi bo'ladi xudo xolis. Ana, uni demadilar. Bo'ldi, endi kech. Men qarab o'tirsam. Oling. Ana, kechasi xullas zerikmaymiz. Mana bu ahvol chato. Ismaniganmi hozir? Xudo xolisa tayyormiz. Faqat boshlanishiga bir 6 minutmi qoldi. Oxiri chiqdi mana SPFlarni, солнцезащитный kremlarni surguncha qolib ketib qoldim. Sheriklar už bor bo'lgan bo'lsa kerak. Tualetda bir yarim soatmi o'chib kutdik. Shunga juda ko'p vaqt yo'qotib qo'ydik biz. Hozir mana o'sha boshlanadi bir 5-6 minutda. Boshlandi mahal kirolmadi. Eng oxirida qolib ketib qoldim. Eng oxirida. Mana
tepali. Hamma yurib ketayotdi shunga. Ketdik mana. Hozir shu pastlik. Keldik mana 5. Razvorot. Endi orqaga. Обратно ketdik. Oz qoldi, ozgina qoldi. Mashtan tushsak bo'ldi. Finish. Keldik. Neda? Alhamdulillah. Все. Banan berishyapti. Banan olamiz. Rahmat. Fikr qanaqa? Ha? Yugur bo'ldik, qanaqa fikrlar? Taassurotlar. Alhamdulillah. Birinchi 1 kilometr menga shu narsa nega kerak edi dedim. Keyingi 2 kilometr вообще kerak emas edi dedim. Yo'q, yaxshi bo'lib ketdi. Sizda Menda hech nima emas, Mirojbek akam bilan gaplashish kerak. ular hali gapirishadi, til qaytmadi hali. Hozir Addishga hali. Menda ham lekin shunaqa fikr bo'ldi. Ani birinchi kilometrda emas u. Qashda tepaliga chiqayotganda qayerdan ham keldim degan narsa bo'ldi. Yomon tepalik. Mazani yomon qochib tashirgan tepaliklarga. Hordiq chiqarib suv bo'yida, mana. Hordiq chiqarib, bir charchoqlarni chiqarib. Lekin haqiqatda mazza bo'ldi. Birinchi marta marafonga qatnashimiz. Lekin bu degan emotsiyalarni просто словами не передать deydi-yu. So'z bilan ta'riflab bo'lmaydi bular. Kelib chiqib ko'rish kerak ekan osmonlar. Qiziq tuyulyotdi, просто qiziq tuyulyotdi. Lekin kelib ko'rib, yo'li qatnashishlar, oxirida atmosfera yo'q, finishga kirib borishlar bu вообще boshqacha emotsiya berar ekan. Вообще boshqacha. Keyingilarga o'zi qaysinisiga qatnashishni o'ylayman, u kelib bo'lgandan keyin. Xolis narsalarni yig'ib oldik. Endi qaytamiz. Ancha narsalarni soldik. Salom, uyga yetib olsak bo'ldi. Eng qizig'i marafondan qaytib, tez kiyimni alishtirib, sразу to'yga.